Va nihoyat dunyodagi eng qimmat samolyotlar top 15 talik reytingimizning birinchi pog'onasiga yetib keldik. Dunyodagi eng qimmat xususiy samolyot Saudiya Arabistoni shahzodasi Valid ibn Talalga tegishli Airbus A380 Super Jumbo Jet hisoblanadi. Airbus kompaniyasi A380 samolyotlarini ishlab chiqarishni 2021-yilda to'xtatgan. Bunga samolyotning o'ta kattaligi va keyingi paytlarda unga buyurtma kam tushayotganligi sabab bo'ldi. Shahzoda hashamatli samolyotni 500 million dollarga xarid qilgan. Airbus A380 Super Jumbo Jet bortida boyvachcha shahzoda uchun hamma narsa muhayyo qilingan. Jumladan 3 ta yotoqxona, 2 ta yuvinish xonasi, turkcha hammom, sport zal, lochinlar saqlanadigan alohida xonalar mavjud. Diqqat qiling, samolyotda alohida namozxona bor va unga elektron gilam to'shalgan. U samolyot qaysi yo'nalishga uchishdan qat'iy nazar qibla Makka tarafini ko'rsatib turadi. Shuningdek, unda bir qancha mashinalar sig'adigan garaj ham bor. Shahzoda foydalanadigan avtomobillarni doim birga olib yuradi.